Bizning eng yaqin obunachilarimiz, qadrdon birodarlarimiz. Bugungi ko'rsatib o'tadigan xonadonim ko'rib turibsizlar, Toshkent shahar, Sergeli tumani, shundoq Qiyot metro 5-massivdan 200 metr ichkari kirganda 6 tami 5 ta xonadonimiz qurilgan ekan, shundan bittasi qolgan, ulgurib qolasizlar. Ko'rib turibsizlar, xonadonimiz chiroyli yorqin fasondan foydalanishgan. Okam chotki qilib qo'ygan ekanlar. Zo'r tarafini o'tib ketaman. Sizlar uchun faqat sizlarga indamani bilasizlar, yaxshisini. Bu xonadonimizni narxini oldindan aytaman. Narxi 145 ming deyaptilar. Agar 1-2 oyda qilib beraman desanglar, yarim qilib bo'lib ham berib yuboraman deyaptilar. Bunaqa imkoniyatdan foydalanmasanglar bo'lmaydi, bilasizlar. Xonadonimizga kirdik, kirishimiz bilan bemalol bitta mashina qo'yib qo'ysanglar bo'ladi, qaranglar. Yashil zonasi bor, yo'q deysizlar, mana bor. Dekorativni chiroyli qarab daraxtli ekib qo'yibdilar-da. Buni tashqarida saunzalik ega. Eng zo'r tarafi. Zalimiz to'g'rida, zalimizning tegi silikotda yerto'la qilingan. Ko'rsatib o'tib ketamiz. Asosiy mana shu eshigimiz orqali kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qaranglar, kirishimiz bilan boshqacha atmosfera, qaranglar. Hamid kipti stol-stulinglarni qo'yib qo'ysanglar, televizor qo'yishga alohida joylar ham qo'yib ketishganda, lyustralarni qaranglar. O'zimga deb qildim deyaptilar, uylarni. Kirishinglar bilan katta xo'l. Chap qo'ldan boshlay qolamiz. Ayollarimizga eng kerakli xonalardan bittasi oshxonamiz bo'lyapti. Bemalol o'tirib ovqatlanib o'tirish uchun alohida joylarga ega. Tashqari qaragan oynalari bor o'zini, qaranglar. Kuxulli mebellari hammasi joyiga qo'yilgan. Gaz plitaga ham qo'yib qo'ygan ekan lokal. Shu joyiga bitta like bosib qo'ying, oka. Keyingi xonamiz baribir birinchi etajga mehmonlar kelgan bo'lsa, mehmonlar kutadigan zal kerak bo'ladi. Mehmonlar kutadigan katta, yorqin zalimiz. Stol-stullarni qo'yib qo'ysanglar, bemalol mazza qilib mehmonlarni kutib o'tirsanglar bo'ladi. Tashqari qaranglar, oynalari bor o'zini. Birinchi etajimiz uchun mo'ljallangan, o'zi ota-onamiz uchun mo'ljallangan spalnyamiz o'zini saunzaliga ham ega bo'pti. Qaranglar. Yoqayotgan bo'lsa uyimiz, like bosib ketsanglar ham bo'laveradi. Like tekin-ku bosib qo'ying, oka. Xuddi shunaqa sizlarni uylar bo'ladimi, dominglar bo'ladimi, yeringlar bo'ladimi, farqi yo'q. Tepada nomerni qoldiramiz. 97 kodi bilan 774 7001. Xurshid telefon qilib aloqaga chiqib, shunda aloqaga shunda alyo desanglar bo'ldi, farqi yo'q. Ota uchun mo'ljallangan o'zini saunzali qaranglar, gaflar chiroyli qilib qo'ygan ekan. Birinchi etajda o'sha saunzel yo'q deb o'tirmaylar yana. O'sha saunzel ham zinamizni tagiga shunday joylashtirib ketgan ekanlar. Joylardan unumli foydalanishganda qaranglar. Oppoqqina kafinlardan foydalanishgan ekan. Zo'r tarafini aytib o'tib ketaman. Zo'r fishkasi bor ekan bu xonadonimizda, lekin bunaqa narsani unchun joyda ko'rmadim o'zi. Kirishimiz bilan qaranglar. O'zbekning yostiq ko'rpachasi ko'p-ku. Qaranglar. Joylardan va shu unumli foydalanishgan ekan. Zo'r. Ancha katta joy, o'tgan ko'p narsa ketadi. Ammo dekorativni oynamiz qanaqa chiqqan? Kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldirib ketinglar, faqat xolisona fikringizni qoldiringlar. Ikkinchi etajimizga shunday ko'tarilishimiz bilan ikkinchi etajimizda ham ancha katta, qaranglar, hol qismimiz mavjud. To'g'rida tashqari qaragan o'zini havolantirishni oynadan ham qo'yib ketishgan ekan. Chap qo'limizdan boshlay qolamiz. Ikkinchi etaj uchun mo'ljallangan birinchi spalnyamiz bo'lyapti. Lyustralarni qaranglar. Boshqacha turibdi. Qaragan oynasi bor. Ikkinchi etajimiz ham radiator orqali isiydi. Ikkinchi etajimiz uchun qaranglar o'zini saunzali ham bor. Spalnyamiz. To'g'rida ikkinchi etajimiz uchun mo'ljallangan ikkinchi zalimiz bo'lyapti bu joyimiz. Shundoq ko'rpa-to'shaklarni olib kelasizlar, mazza qilib yashaysizlar. Metro yaqin, gaz, suv, svetdan muammo yo'q. Niyat qilganlar. Like bosib qo'ying. Bu xonamiz detskiy xonamiz bo'lyapti. Qaranglar.
Bu yerda ham mana havo aylantirish uchun oynalar ham qo'yib ketishgan. Va oxirgi xonamiz ikkinchi spalnamiz. Qaranglar. O'zgacha fasondan foydalanishgan. Quyosh tushib turibdi. Havo aylantirish uchun oynalar ham bor. Wi-Fi, kabel, televizor uchun alohida joyni ham tashkil etishgan. Общий saunzerimiz ikkinchi tarafimiz uchun mo'ljallangan. Xonadonimiz yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldirib ketinglar. Pastda nomerlar qoldiramiz. Aloqaga chiqib, bu xonadonimiz o'zingizlar chiroyli baraka qilinglar. O'zingizlar ehtiyot qilinglar.